Men shifokor bo'lishni xohlamaganman. Onam qiziqtirgan. Ismim Shohrux, Qashqadaryodanman. To'g'risi o'zim advokat bo'lmoqchi edim yoshligimda. Keyinchalik tibbiyotni o'ziga ham qiziqish paydo bo'ldi kuchli menda. Xullas bir necha yil repetitorlarda qatnab, Toshkent tibbiyot akademiyasiga qabul qilindim. 7 yil o'qib tugatganimizdan so'ng klinik ordinatura onkologiya bo'yicha tahsil oldik. Tahsilimiz tugagandan so'ng Qashqadaryoda nima muammolar borligini va men o'zimni qanaqa hissamni qo'sha olaman Qashqadaryo tibbiyotini ko'tarishga va bizda laparoskopik jarrohlik amaliyotlar yaxshi rivojlanmaganligini ko'rganimdan so'ng shu yo'nalishni Qashqadaryoda yuqoriga ko'tarish va o'zimizni mana shu ayollarimizni professional darajada dunyo miqyosida bajarilayotgan amaliyotlarni kirgizishni niyat qildim. Hamda 2021-yildan boshlab Brosmed klinikasida laparoskopik hamda gistroskopik amaliyotlarni yo'lga qo'yishni boshladik. Hozirgi davrga qadar bachadon miyomasi, tushishlari, endometriy poliplari va shunga o'xshash ko'plab kasalliklarda laparoskopik hamda gistroskopik amaliyotlarni 1000 dan oshiq ayollarimizga amalga oshirdik. Men o'zi anchadan beri ijtimoiy tarmoq o'zimni yo'nalishimda yurg'izib boraman. Bemorlarga foydali bo'lishi uchun, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Bir kuni sizni bachadoningiz saqlab qolishga albatta sabab bo'laman inshaalloh.